Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, trading sohasini qiziqib va o'rganaman deyotganlarga. Aprel oyiga yangi proyektda o'zgacha bu takrorlanmas proyekt bu. Qarang, bu sohada bilasizlar pul borligini, qanday ishlashni bilmaysizlar va tradingga kirish risk emas, tradingga bilimsiz kirish risk. Juda katta risk, bilimsiz kirish. Shuning uchun biz maqsad kurs sotish emas, qarang, kurs narxi juda arzon. Ko'plar aytayapti, aka 3000, 2000, 800, 700, 500 dollarlik kurslar bor ekan, unga sharoitim yetmaydi. Ya'ni именно mana shu sharoitim yetmaydi degan joyni hisobga olib, aprel oyiga juda zo'r proyekt. Qarang, siz kursdan 3 dan 1 qismini to'laysiz. Qolgan 2 qismini o'qishdan keyin xuddi mana shogirdlarimizdek plyusga chiqqaningizda to'laysiz. Agar men plyusga chiqa olmayapman desangiz, to'lamashlikka ham imkoniyat bor. Albatta siz plyusga chiqasiz, chunki deganda biz 100 ga 100 ishlaydigan strategiya deydi-ku. Bizda strategiya bozorda ishlaydi. Men shu strategiyalarimni 0 dan 1 oy davomida beraman. Albatta oxirgi haftada birga bozorda savdo qilamiz. Siz plyusga chiqmasdan ilojingiz yo'q. Dushanba kun qabul ochiq. Joy soni juda kam bo'ladi, imkoniyat bir marta bo'ladi. Kutib qolamiz.